Nasıl? Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hurmatli yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana bir mana o'sha trenddagi juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan shu darvozamizdan yana bir o'z joyiga chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va bu darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metri necha pulni yasab olib o'rnashtirib berdik. Hozirgi kunda temir darvozalarni 1 kvadrat metri necha puldan necha pulgacha bo'lyapti. Mana shu videoyimizda aziz yurtdoshlar to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, mana shu kanalimiz rivoji uchun, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun albatta bitta like'ni erinmay bosib qo'yasizlar. Sizlardan biz iltimos qilamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Sirdaryo viloyatiga olib kelib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz 2 listda yasalgan, rushnoy rabota, bir qavatlik darvozamiz. Darvozamizning razmeri eniga 4 metr, bo'yiga 350 razmerda bo'ldi. Darvozamiz 2 listda, pilisovoylik listda yasalgan darvozamiz. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Juda ham tiyomli holatda bo'lib chiqdi. Endi darvozamizni mana asosiy stoykalari aziz yurtdoshlar, 10 gollik 3lik stena bo'lgan. Mana shu oshiq-moshiqlarga e'tibor berasizlar. 3 tadan pachemlikli, yengil ochilib yopiladigan oshiq-moshiqlardan qo'yganmiz. Va mana qovurg'a profillari, hurmatli yurtdoshlar, darvoza juda bir baquvvat chiqishini hisobida bir katta ahamiyatga ega narsa. 6 ga 4lik, 1.7lik stenali. Ichi tashi общий mana shu darvozaga 60-70 metr profil ketsa 100% 1.7lik profilda yasalgan. Endi mana darvozamizni yana bir o'ziga xos fasonda chiqishini hisobini olgan holda mana nerjavikalar yopishtirib, ruchkalariga ham shu yaltiroq toza original nerjavikalarni yopishtirib, mana zub zamoklari zuber zamok, rezinkalarigacha qo'yib, albatta chiroyli qilib, yaxshi xizmat qiladigan qilib ustanovkasini qilib berdik. Darvozamizni kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, mokriy asfalt svetda. Hozirgi kunda juda ham bir trendga chiqib ketdi bu rang. Albatta juda ko'p yurtdoshlarimizga rangni kirchimonligi va albatta turishi ma'qul kelyapti. Endi shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol mana shu ekran ostida nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar aziz yurtdoshlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, to arzonidan qimmatigacha shu ma'qul kelganini tanlasalaring, Xudo xohlasa O'zbekistonni qayerdan zakaz qilinsa, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Endi aziz yurtdoshlar, darvozamizni ochib yopib, urvenda o'rnamagan holatini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz shu tashqariga ochiladigan holatda bo'ldi. Ochib turasizlar video. Mana hurmatli yurtdoshlar, darvozamiz mana juda ham yengil holatda ochilib yopiladigan qilib, albatta o'sha 3 tadan oshiq-moshiqlar pachemlikli bo'lganini hisobiga darvozamiz kattaligiga qaramay yengil holatda ochilib yopiladigan bo'ldi. Yaqinroq olib kelsangiz, mana shu orqalari ham tekis variantda juda ko'p yurtdoshlarimiz darvozaning orqasi qay holatda bo'ladi deb so'rashadi. Hozirgi kunda 1 qavat, 2 qavatlik variantda yasalib turgan rushnoy rabota darvozalarni hurmatli yurtdoshlar orqasi mana shu holatda bo'ladi va mana shu sentr zamoklar bitta qo'lda bemalol ochib yopib, yengil holatda ishlaydigan sentr zamokdan qo'yganmiz. Mana bir qator ochib, yana darvozamizni bir yopib ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, ishimiz yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib, videoyimizda, ishlarimizda xato kamchiliklar topgan bo'lsalaring, bemalol kommentariyada chiroyli qilib fikrlaringizni yozib qoldirishlaring mumkin. Va albatta shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, aziz yurtdoshlar, bemalol ekran ostida
nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Shaxsan o'zimning nomerimni qoldirib o'taman. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, eng muhimi 100% dogovordagi materiallarni yasab, aytilgan manzilga tayyorlab olib borib ustanovkalarini qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz общий summasi mana shu ikkala kalitkamiz bilan birgalikda 18 million so'mga tushdi. Darvozamizni o'zi esa 12 million 500 ming so'mga tushdi. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.